Meksika shou-biznesida shunchalik yorqin porlab, so'ng izsiz yo'qolib ketgan chehralar kam. 1980-2000 yillarda qalblarimizni zabt etgan aktrisa Adela Amalia Noriega Mendes 24 oktyabr 1969 yili Meksika shahrida dunyoga kelgan. U shaxsiy hayotini omma oldida yashirishni afzal ko'radi va kamdan kam ommaviy intervyular beradi. Adela Noriega 12 yoshida reklamalar va modellik bilan shug'ullana boshlagan. Birinchi telenovellalar Prince Pyesa va Juana Irisda kichik rollar bilan boshlagan. Adela Noriega faoliyatining eng yuqori cho'qqisida turgan bir paytda televiziyani tark etdi va shundan beri uning yo'qolib qolishini hech kim tasdiqlay olmagan. Fernanda Colunga, Eduardo Yanes va Victoria Rufo kabi boshqa aktyorlar sahnalar va qizil gilamlarni to'ldirib yurgan bir paytda Adela esa shunchaki ko'zdan g'oyib bo'ldi. Ba'zilar uning televiziya va TV Azteca bilan millionlab qiymatdagi shartnomalarni, jumladan ekranga tantanali qaytishini kafolatlaydigan rollarni ham rad etganini aytishadi. U bilan yaqin bo'lganlar Adela har doim juda hissiyotli, mukammallikni talab qiladigan va yopiq tabiatli bo'lganini, uning bu qarori esa yengil-yelpi qabul qilinmaganini aytishadi. Erika Buenfil esa yaqindagi intervyularida Adelani aktyorlikni chin dildan sevgan, biroq bir vaqtning o'zida ommaviy axborot vositalarining doimiy nazoratidan qochishga ehtiyoj sezganini inson sifatida eslagan. U hech qachon rasmiy turmush qurmagan va farzandlari haqida ommaga tasdiqlangan ma'lumoti yo'q. Eng qiziq tomoni shundaki, uning qaytishi hanuzgacha sir bo'lib qolmoqda. 2008-yildan so'ng Adela Noriega aktyorlik faoliyatini to'xtatib, ommaviy hayotdan cheklanib, shaxsiy hayotini sir saqlashni tanlagan. Shunga qaramay, u hanuzgacha Lotin Amerikasi televideniyasi tarixidagi eng yorqin va unutilmas aktrisalardan biri hisoblanadi.